Assalomu alaykum hammaga. Ajoyib lifehack o'rgatamiz. Cobalt mashinasini plafonni nechta o'rgatamiz. Farqlar bir xil bo'ladi. Bizga bitta minsoy atirka kerak bo'ladi. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Tagiga tiqib tortmaymiz o'zimizga mana. Salgina tiqib olamiz. O'zini temiri bo'ladi. O'sha temirdan orali ajratib olamiz uni. Bitta tiqamiz. Mana chiqdi. Endi shunaqa pastroqqa boramiz. Mana pastroqdan ham ochib olamiz. Temiri bor. Mana ochildi. Hech qanaqa kuch ishlatib buni temirni qiyshaytirib yuborish shart emas mana. Bu temir qiyshasa joyiga tushmay qoladi. Stiker bitta uzamiz. Joylashtirish qanaqa bo'ladi? Joylashtirishni shunaqa olamiz. Mana birinchi bu tomonda, o'ng tomonda, keyin chap tomondan. Bo'ldi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yaqinlarga yuborib o'ramiz e'tibor uchun. Hammaga rahmat.